Ahrorxon, bu yangi reklama bo'yicha ruxsatlarni Ha, keldim, hujjatlarimni oldim. Shu joy bo'lishi kerak, xudo xolasa. aka ming bora Kursingga qarasang bo'lmaydimi? Molmisan, oyoqdagi qaraydilar, orqaga odam bormi, yo'qmi? Oyoq kiyimlar rasul qildi, hozir kirishim kerak emas ichkariga. uzr ming bora aka, ichkaridan salfetka olib chiqib beraman, xohlasiz arta olasiz, tozalab olasiz. Shu yerda ishlaysanmi? Ha, shu yerda ishlayman. Katta ustozing o'zidami? Katta ustozmi? Ha. Ha, o'zlarida. Menga bir ko'rsatgani bo'lmasa ichkarida. Keling aka. Assalomu alaykum, rahmatullohi. Assalomu alaykum. Qaysi tomonda? Sizga kelgan ekanlar. Assalomu alaykum. Ustozim yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Keling, marhamat. Rahmat. Sizni men to'g'rig'izni eshitdim, hech o'zizni ko'rish nasib qilmagan ekan. Mana ko'rish degan, mani Abdurahmon ustoz yuborgandilar. Xudo xolasa bu yoqda yangi ustoz bo'laman. Xudo xolasa endi bu yoqqa birga ishlaymizlar, nasib. Mana bu meni hujjatlarim. Ichida hamma sertifikatlarim bor. Endi aybga buyurmaysiz, formada kelmaganman. Men bugundan ish boshlamasam kerak, bu yerga kelish ham qiyin. Yaxshi, zo'r. Endi shartnomaga bitta imzo qo'ysak, ertadan ishda boshlasak bo'laveradi. Bo'ldi, zo'r bo'ladi. Xudo xolasa. Shularga imzo qo'yishim kerakmi? Rahmat. Bir imzo qo'yib yuborsangiz bo'ldi. Aha, bu yerga rahbar ham. Xo'p, bu yerga endi rahbar imzo qo'yadi-da. Assalomu alaykum yana bir bor. Endi birinchi marta salom beryapsiz. Ha. Uzr, bu salgina ko'chada bir noto'g'ri ahvol bo'lib qoldi endi. Aybga buyurmaysiz. Yo'q, mayli. Ayb o'zimizda. Oyog'ingizni bosib oldik. Siz yangi ustozsiz-a shunda? Shunaqa. Abdurahmonjon yuborgan. Xuddi o'zlari. Ana qarang, siz haqingizdancha eshitdim, lekin hech ko'rish nasib qilmagan ekan. Mana Xudoga shukr, bugun ko'rishdik. Nasib endi bu yo'g'iga birga ishlaymiz, Xudo xolasa. Yaxshi. Kechirasiz, uzr, lekin biz siz bilan birga ishlay olmasak kerak. Tushunmadim. Hujjatlarimni hali ko'rmadingiz-ku. Ustoz 5 ta sertifikatim bor. Bundan tashqari 7 yillik tajribam bor. Qaysi tomonim sizga ma'qul kelmadi? Hujjatlaringizni ko'rishga ehtiyoj yo'q deb o'ylayman. Bizni jamoamizning qadriyatlariga biroz mos tushmadingiz. Shunaqasi bo'larganda, shuni oldinroq aytib qo'ymaysizlarmi? Odamni shuncha ovora qilasiz. Qancha joydan keldim men, mana degan joylar meni ishga qabul qilaman deb o'tiribdi. O'zsa noz qiladi. Sog' bo'ling. Ishingiz boshingizda qolsin. Ustoz, bitta savol bersam maylimi? Nimaga shuncha sertifikati bor, shuncha ish tajribasi bor bo'lgan xodimni ishga olmadingiz? Bilasizmi Ramazon, meni ustozlarimning bir gapi bor edi. Tarbiyasi bo'lmagan inson boshqalarga ta'lim bera olmaydi. Ta'limning ildizi har doim tarbiyadan boshlanadi. Ta'lim bilan tarbiya bir-biriga chambarchas, uzviy bog'liq bo'lgan narsalar. Bilimli bo'lish oson, lekin tarbiyali bo'lish qiyin.